Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto aytishim mumkinki, pulingizga, pensiyangizga va qonuniy javobgarligingizga bevosita ta'sir qiladigan mavzuni tushuntirib beraman. Gap oddiy. Pensioner bo'lsangiz, ayrim ishlarni qilish taqiqlanadi. Ko'pchilik buni bilmaydi. Bilmagani uchun keyin pensiyani ushlab qolish, ortiqcha to'langan pulni qaytarish. Hujjatlarda muammo chiqishi yoki hatto sudgacha boradigan holatlarga duch keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, pensiya rasmiylashtirmoqchi bo'lganlarga va nogironlik pensiyasi olayotganlarga ham tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy tilda hayotiy misollar bilan eng xavfli xatolarni tushuntiraman. Avvallari ko'p narsa qog'oz orqali yurardi. Pensionerning ishlayotgani, boshqa joydan daromad olayotgani, yashash manzili o'zgargani, vafot etgan oila a'zosi nomidan pul olinayotgani yoki hujjatlarda xato borligi darrov bilinmasligi mumkin edi. Odamlar ham shunga o'rganib qolgan. Hech kim tekshirmaydi. 1-2 oy olsak nima bo'pti? Baribir davlatniki. Keyin to'g'rilab qo'yamiz deb o'ylagan holatlar ko'p bo'lgan. Lekin hozir vaziyat butunlay boshqacha. Davlat organlari o'rtasida elektron axborot almashinuvi kuchaydi. Soliq organlari bandlik ma'lumotlari, fuqarolik holati dalolatnomalari, bank kartalari, yashash joyi, pasport ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, ish staji va ish haqi haqidagi ma'lumotlar ko'plab bazalarda ko'rinadi. Ya'ni bugun biror ma'lumotni yashirish avvalgidek oson emas. Bir joyda noto'g'ri ma'lumot bersangiz, keyin boshqa bazadan bu narsa chiqib qolishi mumkin. Eng muhim jihat shuki, pensioner pensiyani olishi mumkin. Bu uning qonuniy huquqi. Lekin pensiya olish jarayonida yolg'on ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish, boshqa odam nomidan pul olish, ortiqcha to'langan summani bilib turib qaytarmaslik, qalbaki hujjat topshirish qat'iyan taqiqlanadi. Men aynan shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi taqiqlangan holat pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirish. Masalan, ayrim pensionerlarga qo'shimcha ustamalar, nafaqalar yoki imtiyozlar ularning oilaviy holati, boqimandasi borligi, nogironlik guruhi, ishlash-ishlamasligi, yashash manzili yoki boshqa shartlarga qarab beriladi. Agar shunday shart o'zgarsa, uni yashirish mumkin emas. Oddiy misol keltiraman. Deylik, pensionerga nogiron farzandini boqayotgani sababli yoki oila tarkibi asosida qo'shimcha to'lov berilmoqda. Keyin vaziyat o'zgardi, farzand ishga kirdi, boshqa joyga ko'chdi yoki qo'shimcha to'lovga asos bo'lgan holat tugadi. Agar pensioner buni tegishli organga bildirmasa va qo'shimcha pulni olishda davom etsa, keyinchalik tekshiruvda bu pul ortiqcha to'langan deb topilishi mumkin. Natijada 1 oy emas, 6 oy, 1 yil, hatto undan ko'proq davr uchun hisoblab qaytarish talab qilinadi. Ikkinchi taqiqlangan holat vafot etgan pensionerning pensiyasini olish. Bu eng ko'p uchraydigan va eng xavfli xatolardan biri. Ba'zan ota yoki ona vafot etadi. Lekin bank kartasi farzandlarda qoladi. Karta paroli ma'lum tushadi. Ba'zan 2 oy ham tushib qolishi mumkin. Ayrimlar dafn xarajatlariga ishlatdik. Uning o'zi bizga berardi. Oilada qoldi-ku deb o'ylaydi. Lekin qonuniy tomondan qaraganda vafot etgan shaxs nomiga vafotdan keyin tushgan pulni o'zboshimchalik bilan olish mumkin emas. Agar dafn puli, meros, bankdagi qoldiq yoki boshqa qonuniy to'lovlar masalasi bo'lsa, u alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Lekin pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pensiya yechib olish juda jiddiy muammo tug'diradi. Masalan, 1.200.000 so'm pensiya tushdi. Farzandlar uni yechdi. Keyin FHD orqali vafot ma'lumoti bazaga tushdi. Pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan summani aniqladi. U pulni qaytarish talab qilinadi. Agar qaytarilmasa, qarzdorlik sifatida undirilishi, ayrim holatlarda huquqiy baho berilishi mumkin. Uchinchi taqiqlangan holat qalbaki yoki noto'g'ri hujjat bilan pensiya rasmiylashtirish. Pensiya miqdori ko'pincha ish staji, ish haqi, lavozim, zararli mehnat sharoiti, imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bola parvarishi davri va boshqa hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Agar kimdir arxiv ma'lumotnomasini o'zgartirsa, ishlamagan joyini ishlagan qilib ko'rsatsa, ish haqini sun'iy oshirib yozdirsa yoki eski mehnat daftarchasiga noto'g'ri yozuv kiritib qo'ysa, bu juda xavfli. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Odam 25 yil stajim bor deb yuradi. Lekin hujjat tekshirilganda 20 yil tasdiqlanadi. Yoki korxona nomi bor, lekin arxivda buyruq yo'q. Yoki mehnat daftarchasida muhr bor,
lekin tashkilot o'sha yillarda umuman faoliyat yuritmagan. Bunday holatda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar ilgari ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, farqi qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun tanish orqali bitta qog'oz qilib berishadi degan yo'lga aslo kirmang. Bugun bunday hujjatlar elektron tekshiruvdan o'tadi. 4-taqiqlangan holat. Bir vaqtning o'zida bir xil asosdagi to'lovlarni noqonuniy olish. Odam turli manbalardan turli to'lov olishi mumkin. Lekin hammasining o'z qoidasi bor. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, qo'shimcha yordamlar bir-biridan farq qiladi. Ayrim holatlarda odamga tanlash huquqi beriladi. Qaysi biri foydaliroq bo'lsa, shuni oladi. Lekin bir-birini istisno qiladigan to'lovlarni yashirincha olib yurish mumkin emas. Masalan, ayol boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Keyin o'zi yoshga doir pensiyaga chiqadi. Bu holatda qaysi to'lov saqlanadi, qaysi biri bekor bo'ladi, qaysi biri ustama sifatida hisoblanadi. Buni albatta mutaxassis orqali aniqlash kerak. Ikkalasi ham tushyapti, demak mumkin ekan deb xulosa qilish noto'g'ri. Ba'zan tizim vaqtincha xato to'laydi, lekin keyin baribir aniqlanadi. 5-taqiqlangan holat yoki nafaqasi olayotgan shaxsning tibbiy ko'rikdan bo'yin tovlaması. Nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, alohida masala. Lekin agar nogironlik ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, belgilangan vaqtda qayta ko'rikdan o'tish kerak. Agar odam buni e'tiborsiz qoldirsa, to'lov to'xtashi mumkin. Agar nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya miqdori ham o'zgarishi ehtimoli bor. Buni yashirish yoki eski ma'lumot bilan pul olishga urinish to'g'ri emas. Masalan, bir fuqaro 2-guruh nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Keyingi ko'rikda sog'lig'i yaxshilangan deb topilib 3-guruhga o'tkaziladi yoki nogironlik bekor qilinadi. Agar bu ma'lumot vaqtida tizimga kiritilmasa va odam eski miqdorda pul olsa, keyin ortiqcha to'lov kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun tibbiy xulosa, nogironlik muddati va qayta ko'rik sanasini albatta kuzatib boring. Endi men aniq aytaman, oddiy pensioner o'z hujjatlari to'g'ri bo'lgan, pensiyasini qonuniy olayotgan. Hech narsani yashirmayotgan odam xavotir olmasligi kerak. Agar siz yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, pensiyangiz kartaga tushsa, siz o'zingiz foydalanayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz haqiqiy bo'lsa, hech qanday muammo yo'q. Pensioner bo'lish taqiq emas. Pensiya olish taqiq emas. Ishonchli odam orqali kartadan pul yechish ham ayrim holatlarda mumkin, lekin bu ishonchli va pensionerning roziligi bilan bo'lishi kerak. Lekin quyidagi odamlar albatta hushyor bo'lishi kerak. Birinchidan, yaqinning kartasidan pul yechayotganlar. Agar pensioner tirik bo'lsa, lekin kasal yura olmasa, karta farzandida bo'lishi mumkin. Bunda ham ehtiyot bo'ling. Pul pensionerning ehtiyoji uchun ishlatilishi, oilada nizoga sabab bo'lmasligi, kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtirilishi yaxshi. Agar pensioner vafot etsa, kartadan foydalanishni darhol to'xtatish kerak. Ikkinchidan, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi, pensioner ishlashi mumkinmi? Ha, ko'p holatda pensioner ishlashi mumkin. Lekin ayrim to'lovlar, ustamalar yoki maxsus imtiyozlar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishga kirganingizda yoki mehnat shartnomasi tuzganingizda pensiyangizga ta'siri bor yo'qligini aniqlang. Men pensionerman, hech kimga aytmayman deyish kerak emas. Chunki ish beruvchi sizni rasmiy ishga olsa, ma'lumot baribir tizimda ko'rinadi. Uchinchidan, boshqa davlatga uzoq muddat ketayotgan pensionerlar. Agar pensioner chet elga ketayotgan bo'lsa, ayniqsa doimiy yashash uchun yoki uzoq muddatga ketayotgan bo'lsa, pensiya to'lovi tartibi. Bank kartasidan foydalanish, yashash manzili va tasdiqlovchi hujjatlar masalasini oldindan aniqlab olishi kerak. Ba'zan pensioner o'zi chetda bo'ladi, kartani qarindoshiga tashlab ketadi. Keyin hujjat muddati tugaydi, karta bloklanadi. Shaxsni tasdiqlash talab qilinadi yoki boshqa muammo chiqadi. Eng yomoni, pensioner vafot etgan bo'lsa, qarindoshlar pul olishda davom etadi. Bu mumkin emas. 4-dan, pensiyani yaqinda rasmiylashtirganlar. Agar siz pensiya tayinlatgan bo'lsangiz, sizga hisob-kitob qanday qilinganini tekshirib chiqing. Staj necha yil olindi? Ish haqi qaysi davrdan olindi? Ustamalar kiritildimi? Imtiyozli davrlar hisobga olindimi? Hujjatda xato yo'qmi? Chunki xato ikki xil bo'ladi. Ba'zan sizga kam hisoblashadi, ba'zan ortiqcha hisoblashadi. Kam bo'lsa siz zarar ko'rasiz, ortiqcha bo'lsa keyin qaytarish talabi keladi. Birinchi nozik jihat. Men bilmaganman degan gap har doim ham javobgarlikdan qutqarmaydi. Albatta odamning niyati, holati, xatoni kim qilgani
pensionerning aybi bor yo'qligi alohida ko'riladi. Lekin ortiqcha to'langan pul masalasida ko'pincha asosiy talab oddiy bo'ladi. Ortiqcha olingan summa qaytarilishi kerak. Siz tizim o'zi tushirdi-ku desangiz ham, agar bu pul sizga qonuniy tegishli bo'lmasa, qaytarish masalasi ko'tariladi. Ikkinchi nozik jihat, karta pensionerniki bo'lsa ham, undagi pulga har kim egalik qila olmaydi. Karta parolini bilish huquq degani emas. Ayniqsa oilada bir nechta farzand bo'lsa, bittasi onasining pensiyasini olib, boshqalarga aytmasa, keyin nizo chiqadi. Pensionerning o'zi rozi bo'lsa boshqa, lekin pensionerning holati og'ir, xotirasi sust, qaror qabul qila olmaydigan bo'lsa, bu yanada nozik masala. Bunday holatda vasiliy ishonch nima? Parvarish bilan bog'liq rasmiy masalalarni to'g'ri hal qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov har doim ham bir martada qaytarilmaydi. Ba'zan pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolish orqali undiriladi. Lekin bu ham pensioner uchun og'ir bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 1 million 500 ming so'm bo'lsa, ortiqcha to'lov 6 million so'm chiqsa, har oy ushlab qolinsa odamning qo'lida kam pul qoladi. Shuning uchun muammoni boshda oldini olish eng to'g'ri yo'l. To'rtinchi nozik jihat. Ayrim holatlarda pensioner qo'shimcha pul olish huquqiga ega bo'ladi, lekin o'zi bilmaydi. Men bugun taqiqlangan holatlarni gapiryapman. Lekin bu shuni anglatmaydiki, har bir qo'shimcha to'lov yomon. Yo'q. Agar sizga qonun bo'yicha ustama, kompensatsiya, nogironlik guruhi bo'yicha to'lov, parvarish puli, kommunal imtiyoz yoki boshqa yordam tegishli bo'lsa, albatta talab qiling. Taqiqlanadigan narsa huquqingiz bo'lmagan pulni olish yoki ma'lumot yashirishdir. Huquqingiz bor pulni so'rash esa mutlaq qonuniy. 5-chi nozik jihat, hujjatdagi kichkina xato ham katta oqibat keltirishi mumkin. Familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilishi, mehnat daftarchasida buyruq raqami tushib qolishi, arxiv ma'lumotida korxona nomi o'zgacha yozilishi pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, Karimova o'rniga Karimova M deb noto'g'ri kiritilgan, pasportda esa boshqa shaklda bo'lsa, tizim mos kelmasligi mumkin. Buni beparvo qoldirmang. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner bo'lsa, birinchi qadam barcha hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, nikoh yoki vafot haqidagi guvohnomalar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar alohida papkada tursin. Hujjat yo'qolsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Ikkinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Siz mening pensiyam qaysi staj asosida, qaysi ish haqi asosida, qanday ustamalar bilan hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Og'zaki so'rash ham bo'ladi. Lekin yozma javob bo'lsa keyin aniqroq bo'ladi. Uchinchi qadam, hayotingizda pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, uni yashirmang. Ishga kirdingizmi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Boqimanda oila a'zosi holati o'zgardimi? Boshqa joyga ko'chdingizmi? Chet elga uzoq muddatga ketmoqchimisiz? Bank kartangizni boshqa odam ishlatyaptimi? Albatta maslahat oling. Buning uchun hududiy pensiya bo'limiga borib, mana shunday vaziyat bo'ldi. Bu mening pensiyamga ta'sir qiladimi deb so'rang. Bu savolni berishdan uyalmang. Bir marta so'rash keyingi katta qarzdorlikning oldini oladi. 4-qadam, agar pensioner vafot etsa, darhol to'g'ri tartibda ish qiling. Avvalo vafot haqidagi guvohnomani rasmiylashtiring. Keyin bank kartasidan pul yechishni to'xtating. Agar kartada oldindan yig'ilgan pul bo'lsa, uni meros tartibida yoki bankning belgilangan tartibi bo'yicha hal qiling. Agar vafotidan keyin pensiya tushgan bo'lsa, bu pulni o'zboshimchalik bilan ishlatmang. Tegishli organga murojaat qilib, shunday summa tushgan tartibi qanday deb aniqlang. Dafn puli yoki boshqa yordamlar bo'lsa, ularni alohida rasmiylashtirish kerak. 5-qadam, ishonchnoma masalasini to'g'ri qiling. Agar pensioner yura olmasa, bankka bora olmasa, pensiyasini farzandi yoki qarindoshi olib berayotgan bo'lsa, imkon bo'lsa notarial ishonchnoma rasmiylashtiring. Bu nafaqat davlat organlari uchun, balki oilaviy nizolar oldini olish uchun ham foydali. Ishonchnomada kim pulni olishi, qanday maqsadda ishlatishi, muddati va vakolatlari aniq ko'rsatiladi. Agar pensioner kasal bo'lsa, lekin aqli joyida bo'lsa, bu eng to'g'ri yo'l. 6-qadam, ortiqcha to'lov haqida xat kelsa, vahimaga tushmang,
lekin beparvo ham bo'lmang. Birinchi navbatda hisob kitobni so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi sabab bilan qancha summa ortiqcha to'langanini yozma ravishda oling. Keyin hujjatlaringizni solishtiring. Agar xato bo'lsa, e'tiroz yozing. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lsa, uni qaytarish tartibi, bo'lib to'lash yoki pensiyadan ushlab qolish shartlarini aniqlang. Eng yomon yo'l xatni olib javob bermay yurish. Chunki muddat o'tadi. Keyin masala majburiy undirishga o'tishi mumkin. 7-qadam murojaat yozishni o'rganing. Murojaatda hissiyot emas, faktlar bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiyam miqdori va hisob kitobida tushunmovchilik borligi sababli pensiyam tayinlangan sana hisobga olingan ish staji, o'rtacha ish haqi, ustamalar va ushlab qolishlar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar ortiqcha to'lov bo'yicha bo'lsa, menga nisbatan hisoblangan ortiqcha to'lov summasining asoslari, davri va hisob kitob jadvalini taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozing. 8-qadam. Hech qachon tanish orqali hal qilamiz degan yo'lga kirmang. Pensiya masalasi hujjat bilan hal bo'ladi. Agar kimdir sizga staj qo'shib beraman, ish haqini oshirib ko'rsataman, nogironlikni uzaytirib beraman, ortiqcha tushgan pulni yopib yuboraman desa, bu juda xavfli signal. Bugun bunday ishga aralashgan odam ham, undan foydalagan odam ham muammoga qolishi mumkin. To'g'ri yo'l sekinroq bo'lishi mumkin, lekin xavfsiz bo'ladi. Birinchi misol. Ota etik taksi yoshda. Pensiyasi 1 million 800 ming so'm. U kasal bo'lgani uchun kartasi qizida. Qizi har oy pulni yechib, dori-darmon va oziq-ovqatga ishlatadi. Bu yerda muammo yo'q, agar ota rozi bo'lsa va pul uning ehtiyoji uchun ishlatilsa. Lekin ota vafot etdi. Qizi esa keyingi oy tushgan pensiyani ham yechdi. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Chunki vafotdan keyingi to'lov qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l. Vafotdan keyin kartani ishlatmaslik va rasmiy tartibni aniqlash. Ikkinchi misol. Pensioner ayol kichik do'konda rasmiy ishga kirdi. U o'ylaydi, men allaqachon pensiyadaman. Ishga kirganim hech narsani o'zgartirmaydi. Ko'p holatda pensiya davom etadi. Lekin agar u olayotgan qo'shimcha to'lov aynan ishlamaslik sharti bilan berilgan bo'lsa, bu ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ishga kirgan zahoti pensiya bo'limidan aniqlashtirish kerak. Agar ta'sir qilmasa, xotirjam ishlayveradi. Agar ta'sir qilsa, keyin qarzdorlik yig'ilmaydi. Uchinchi misol. Erkak kishi pensiyaga chiqayotganda 30 yil staj ko'rsatdi. Keyin tekshiruvda 5 yil staj bo'yicha arxiv tasdiqlamadi. Agar bu oddiy hujjat yo'qolishi bo'lsa, u sud yoki arxiv orqali tasdiqlashga harakat qilishi mumkin. Lekin agar hujjat qalbaki bo'lsa, masala jiddiylashadi. Shuning uchun har bir staj yilini oldindan tekshirish kerak. Ayniqsa eski kolxoz, sovxoz, zavod, kichik xususiy korxona yoki tugatilgan tashkilotlarda ishlaganlar arxiv ma'lumotlarini vaqtida yig'sin. 4-misol. Nogironlik guruhi bo'yicha to'lov olayotgan odam qayta ko'rik sanasini unutdi. To'lov to'xtadi. Keyin u nega pul tushmadi deb yuradi. Aslida muddat tugagan. Bu yerda taqiqlangan narsa yolg'on ma'lumot berish emas, lekin beparvolik katta moliyaviy muammo keltirdi. Shuning uchun tibbiy ko'rik sanasini telefoningizga yozib qo'ying. Farzandlaringizga ayting, hujjat nusxasini saqlang. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday: pensionerga pensiya olish taqiqlanmaydi. Ishlash ham ko'p holatda taqiqlanmaydi. Huquqiy yordam so'rash ham taqiqlanmaydi. Lekin yolg'on ma'lumot berish, hujjatlarni soxtalashtirish, pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni yashirish, vafot etgan odam nomidan pul olish, qonuniy tegishli bo'lmagan to'lovni bilib turib olish qat'iyan taqiqlanadi. Men sizga maslahat beraman. Hujjatlaringizni tekshiring. Pensiyangiz hisob kitobini biling. O'zgarishlarni vaqtida bildiring. Shubhali vaziyatda albatta yozma murojaat qiling. Shunda pensiyangiz xavfsiz bo'ladi, qarzdorlik chiqmaydi va oilangiz ham ortiqcha muammoga qolmaydi. Agar sizda pensiya bilan bog'liq savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsa, tajribangizni ham yozing. Boshqalarga foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi bor yaqinlaringizga albatta yuboring.